diniy tomonlama Dog'istonliklar baribir ancha kuchli juda kuchli. va ular tomonidan qanday sizga qo'llab-quvvatlash va daldalar bo'ldi, nima deb o'ylaysiz? Menga juda yoqdi. Bu yerda podgotovka qilish, shunaqa bir-biriga hurmat balandki, insonlar musulmonga. Endi baribir yoqda ro'za tutmaydiganlar bor, ro'za tutadiganlar bor. Baribir har xil odam bor, to'g'rimi? Saharlikdan iftorlikgacha birorta restoran ishlamaydi. Hamma restoranlar nimaga deb so'rasam agar hidi kelishi mumkin deydi. Ro'zadorlari bor-ku deyapti. Ro'zador sizlar uchun mayli ochib qo'ysak. Ro'zadorlar bor, ularga hidi ketib, ularni havasini keltirishimiz mumkin deydi. Bir-biriga hurmatda qarang. Juda masjidlari ko'p. Gostinitsada yotaman. Bomdod bo'ladimi, peshin bo'ladimi? Shuna ozon hamma joyda, har bir qadamda masjidlari ko'pda. Menga kuch bo'ldi bu. Bir-birini aldashgan, bizga ishingni qilib beraman deb esdan chiqarib qo'ymaydi. Va'da berdimi? Erkak ko'bisi. Erkak gapiga javob